Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun egasidan o'z kanalimizda yana yangi proyekt. Xudo xolasa bu proyektimizni sizlarga ko'rsatib, obzor qilib beramiz. Qani ketdi. Bu proyektimiz 3 sotuvga joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zini ikkita katta zironiy zonasi bor. Bu yoqlarga daraxtlar ekib qo'ysangiz bo'ladi, chiroyli qilib. Undan keyin bu yoqqa garajga bemalol mashina qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol bitta mashina sig'adi garajimizga. Yonida mana o'zini letniy kuxnalari bor. Hovlida отдельно mana bitta sanuzel bor tashqarida. Hovlisi ham ancha katta uyimizni. Podvolga qo'ldan ham tushsa bo'ladi, keyin ichkaridan ham tushsa bo'ladi. Endi uyimizning ichini ham bitta obzor qilib ko'rsatib beramiz sizlarga. Hop, mana tashqaridan kirib kelganimizda bizani shunaqangi katta hol kutib oladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu etajimizda umumiy ikkita xona bor. Bitta zal, bitta spalniy. Keyin oshxonamiz bor. Oshxonamiz ham ancha kattagina, tashqariga qaragan derazasi bor. Nafaqat bu etajimiz, balki hamma etajimizda to'pli polda qilingan. Qish kunida ham, xudo xolasa, mana sovuq kunlar kelyapti. Qish kunida ham uyimizda ancha issiq bo'ladi, xudo xolasa. Yoz kunlarida ham ancha salqin bo'ladi, derazalarni ochib qo'ysanglar. Chunki bu uyimizni orqa hovlilargacha qilingan, havo aylanishini hisobga olib. Mana bu yerda bizani umumiy bitta общий sanuzelimiz bor, kattagina. Bu yerdan chiqib bu xonaga kirsa, bu yerda xolasanglar родительский spalniya qilsangiz bo'ladi. Xolasanglar детский qilsangiz bo'ladi. Bu yerda mana o'zini отдельно yana sanuzel bor. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerdan chiqamiz. Qanimizda mana yana shuni yonida kattagina zal bor. Keyin bu zalimizani shuna yonida orqa hovliga chiqib ketadigan kichkina eshik bor. Yoz kunlarida uyingizga mehmonlar kelganda eshiklarni ochib qo'ysangiz, u yoq bu yoq eshiklarni ochib qo'ysangiz, chiroyli bo'lib havo aylanib, salqin bo'lib turadi uyingiz. Xo'p, endi sizlarga podvol qismimizni ham obzor qilib ko'rsatib beramiz. Podvolimizni. Podvolimizga tushganimizda bu yerda kotelniy xonamiz bor. Podvoldan hovli tarafga chiqib ketish eshigi. Ibodat qilishimiz uchun mana chiroyli ekan. Kichkina masjid qilib qo'yishdi bu yerni. Xudo xolasa mana ikkinchi darajaga ham chiqib, bu yerda ham sizlarga obzor qilib beramiz. Sizlarni ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib mana podsvetkalar qilib qo'yishibdi sizlarga. Xo'p, mana tepa etajimizga ham chiqib oldi. Bu yerda ham xuddi shunaqa katta hol bor. Keyin bu yerda yana o'zining balkoni ham bor. Bu etajimizda shunda общий 3 ta xona bo'lyapti. Детский spalniya qilib qo'ysangiz bo'ladi bu yoqni, kattagina o'taman ancha. Keyin buni yana plus tomoni, bu yerda o'zining garderob xonasi bor. Garderob xonasi ham ancha kattagina. Xo'p, endi bu xonaga ham ko'rsatib beramiz obzor qilib. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu yerda ham xolasanglar spalniy qilasizlar, xolasanglar детский spalniy, xolasanglar kattaroq garderob qilib qo'yasizlar bu yerda. Общий bitta katta sanuzel bor, koridorda joylashgan. Xudo xolasa uyimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Bu uyimiz 3 sotuvga qurilgan. Ko'rganinglardek patkulchi holatda turibdi hammasi. Oxunboboyevda joylashgan. Bu uyimizning narxini 325 ming deyishyapti. Xudo xolasa agar yoqqan bo'lsa sizlarga pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.